Assalomu alaykum. Bizlar Vatanparvar tashkiloti Nazorat avtomobil maktabi o'qituvchisiman. Adım Sabirova Dilafruz. Bu Vatanparvar tashkilotida 17 yilda beri ishlayman. Bizlar Vatanparvar tashkilotida ekspert kurs ochdik. Bu kursimizda shu Nazoratda masalan imtihonlar o'tib yurgan, nazariy, amaliy imtihonlarda o'tib yurgan o'quvchilarni shu kursimizda taklif etamiz. Bu kursimizda xonamiz bor, hamma narsasi jihozlangan. Nazariy imtihonlar uchun shuda o'zim o'qituvchi, yana Navro'z domlalar o'zim mana shuda tayyorlab 7 kunda imtihonni o'tamiz. Bizlarga kelsalar, oldin donishib, kelgandan to'lov qildirimiz, oldin donishib, sharoitlarimizni ko'rib, bir-ikki kun o'zlarini sinab ko'rib, keyin to'lovlarni qilsa bo'ladi. Birdan kelgandan to'lov qildirimiz. Avtodromlarimiz bor, amaliyotlar ham Y kategoriyalar uchun, BS kategoriyalar uchun Isuzu'larimiz, katta mashinalarimiz ham bor, hammasi jihozlangan. Shu Nazorat Vatanparvar tashkilotining ekspert kursimizni hamma vatandoshlarimizni taklif qilamiz.